Qo'ydim. Uchta aytib beraman, o'sha yerda o'zingiz mana shunaqalarni davol olasiz keyin. Tushundingizmi? Nomingiz qiynalmaydi. Bo'ldimi qoldi? Qadoqqa shunday qilamiz. Har kuni kechasi uxlash oldidan issiq suv, oyoq vanna qilinadi. Menga desa chayni suvda soling, bir choy qoshiq. Tushundingizmi? Qaynatilgan suvmi yo iliq suvga? Qaynatib qilamanmi vanna? Qaynagan suvda qilasiz-da. Vanna qilib, qadoqlar joy yumshatiladi. Qadoqlarning joyi yumshatiladi va yumshoq mato bilan artiladi. Quritiladi. Keyin limon po'chag'ini ozroq eti bilan olasiz. Po'chag'ni limonni bunday chaqmaqlab, go'shi bilan olasiz terisini. Tushundingizmi? Eti bilan qirqib olib, qadoq joyga bog'lanadi. Hamma qadoq joylarga. Bo'ldimi? Shu holda 3-5 kun yurilsa, qadoqlar yo'qoladi. Bitta bog'lab qo'yganingizda yo 3 kun yo 5 kun yuradi. Baylangan bo'ldi. Baylangan. Shu mustahkam qilib bog'laysiz. Tushundingizmi? Menga desa tepasidan leka plasterlaysiz. Hop. Qimirlamasin. 3 kun yo 5 kun. Tamom, bitta qoldi. Tushundingizmi? Tushundim. Qarang. Xo'sh. Qirqib o'shani, po'chag'ini ozroq eti bilan qirqib olib, limonda qadoqli joylarga bog'lanadi. Shu holda 3-5 kun yurilsa, qadoqlar yo'qoladi. Kavkaz xalq tabobati bu usullardan ko'p foydalangan. Ikkinchisi. Qarang. 5 dona katta piyozni olamiz. 5 dona o'rtacha piyoz ko'ring. 5 dona piyozni po'stidan tozalaymiz. 1 stakan oshxona sirkasiga solamiz. Uksus bor. Shuni solamiz. 2 hafta sirkaga botirib qo'yiladi. Suvga solib qo'yamiz. Piyozni. Yotish oldidan qadoqqa qalin qilib piyoz po'sti bog'lanadi. Bu muroja bir necha bor takrorlansa, bitta qolmay yo'qoladi. Tushundingizmi? Endi 3-4 ta sirka olaman ekanda, idishi bilan botiradigan deyapsiz. Uksus stolovoy uksusimi yoki olma sirkasi yo uzum sirkasimi? Yo'q, uksus qilasiz menga. Uksus ha. Oq uksus. Kuchligidan. 70%. 70. Ha, 70. 3-4 ta olaman ekan. O'shanga solib qo'yasiz-da. Tushunadi. O'sha necha kun degan bo'lsam. Yana o'sorlarni aytamiz. Xo'sh. Sarimsoqni bir bo'lakchasini yupqa kesing. Plastik yordamida qadoqqa bog'lang. Plastik yordamida qadoqlarga yopishtirib bog'lang. Ha? Streshda. Plastik yordamida qattiq bog'lang. Undan oldin oyoqlarni vanna qilib qadoqlar yumshatiladi. Har kuni iloji bo'lsa, o'sha 1-2 kun issiqga vanna qilib, lekin toza chachaq yoki takada artib, quritib, keyin qilasiz. Shunday qilmaysiz. Xo'sh. Oddiylaridan ham aytib beramiz. Kartoshkani qirg'ichdan o'tkazing. Oddiy kartoshkani. Bo'tqa qiling. Bo'tqa qilib, undan yarim stakonni ustiga 1 osh qoshiq asal qo'shib, kuniga 1 mahal qadoqqa tuzalguncha qo'yib turing. Ana sizga osonroq yana. Yana undan ham bitta osonrog'i bor. Aloy degan gulimiz bor, hammanikida bor. Ha? Qarang. Aloy bargidan kesib turib, kechqurun qadoqqa bog'lab qo'yiladi. Ertalab olib moyuba
turtiladi. Bu mulohaza bir necha kun qadoq yumshaguncha takrorlanadi va qirib olinadi. Keyin o'sha qolganini bitta ishchani aynaydi, uni nimasini olib turib qadag'da bunday qilsangiz qichib ketaveradi. Tushundingmi? Yana bitta osorlarni aytamiz. Qadoqqa kechqurun yotish oldidan yoki kunduzi bir parcha xom go'sht qo'yiladi. Xom go'sht qadoqlarga. Qanday qilib uni ham? Muncha qilib qilib. O'sha har bitta qadoqni katta kichikligiga qarab qilib qo'yaveradi. Shumondida uloqlar. Qaysini o'qidi? Piyoz postini o'qidingmi yo nimani? Go'sht o'qidik. Piyoz postini o'qidik, go'shtni o'qidik. Piyozni o'zini postini Ha, o'qimadik. postini emas. Postini o'qimadik, tog'a. O'zini Xom katta go'shtni. piyoz. Ha? Xom go'shtni ham o'qidik. Qadoqlar kechqurun yotish oldidan yoki kunduzi bir parcha xom go'sht qo'yiladi. 5-6 kun har kuni iliq suvda yuvib turiladi. Qadoqlar. So'ng nashatirni spirt surtilsa, qadoqlar og'riqsiz yo'qoladi. Go'shtdan keyinmi? Go'shtdan keyin. O'sha nima qiladi spirt bilan artib turasiz degan. Qadoqlar bo'ldi. Yana bitta osondan o'taylik, lekin to'xtataveramiz. Anjirning sutli sharbati, anjirga. Baki yoki mevasi, unday qilsangiz suti chiqadi. Quloqlar. Anjirning sutli sharbati qadoqqa qo'yiladi yoki mevasini ikkita bo'lib, ichki tomoni qadoqqa qo'yiladi. Yorib turib mevasini qo'yiladi. Bulozi har kuni kechasi uyquga yotishdan oldin bajariladi. Tuzalguncha qo'yasiz. 5 kun ketadimi, 10 kun ketadimi? Pishmagan mevasini. Bo'laveradi. Pishmagani ham bo'laveradi, pishgani ham bo'laveradi. Yo'lda og'riq sezib qolasizmi o'sha nima joylarda? Qadoq joylarda. Og'riyapti, yurgizmayapti, tog'a. Og'riyaptimi? Shunday ketyapti-da. O'shanga bitta dori aytamiz. Mo'ychechak bora quloq solamiz. Mo'ychechaklik qilamiz menga. Qadoqli oyoq qo'llarda mo'ychechakdan tayyorlangan choyga solib yumshatilsa, og'riqlarni qoldiradi. Tushundingizmi? Odam mo'ychechak qiladi, beradi, o'shani yarim litr suvda qaynatasiz. Bir qaynatib olib qo'yasiz. Keyin haligi suvda oyog'ingiz kuymagidek darajada bo'lganda solib o'tirasiz. 15-20 minut o'tirsangiz, yumshab qoladi. Chataqda yoki dakada ishqab turib, keyin o'simlik yog'i suka olsangiz ham bo'laveradi. Hali liteylardan biqsangiz bo'laveradi bittasini. Любойni qolagan bittasini qilaveradi. Shu eng zo'ri aytib beraymi? Bir martada tinchiyda qoni limonli o'sha. Birinchi aytgani. Tushundingizmi? Chaqmaqlab olib limonni go'shidan tanasida qoladimi? Haligi aytganimdek qilib turib nima surking dedim. O'shanga limon suvini har kuni kechasi uxlash oldidan issiq suvda oyoqlar vanna qilib qadoq joylar yumshatiladi va yumshoq mato bilan artib quritiladi. Keyin limon po'chog'ini ozroq eti bilan qirqib olib qadoqlar joyiga bog'lanadi. Bu limonni o'zini qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ilonni po'sti bo'lsa yana hamda. Ilonni postida og'ziga ochilib qoladi. Qilmagani bormi?
Hamasini qilib tayyorlab qo'ygan. Bo'lmasa bir chimdim bersa, bir chimdim. O'sha qadaqni nima limonni nimasiga bunday qo'yib turib, qadaqqa. Ha? Tepasidan limonni po'chog'ini bunday yopib turib, lecha plastikdan bekitib, tepasidan tamtanasida bog'lab olasiz. 3 kunga endi bog'laysiz, iloji yo'q. Bo'ptimi? Ammo bitta qo'ygandan keyin yechmaysiz. Strech salafan qilsa yechilmaydi, u yopishib qoladi Ha, ayollar. Strech salafan. o'shanda qiladi. Bo'ptimi? Tog'a Ha, moyam bir kun- qadami endi. Bir kun o şiralaga qilib berdim-da. Ha. 3 kundan keyin oldu. Oppoq, mish oppoq tarixi. Bunday qilib cho'payda bunday o'ylab tushib ketadi. Chimoldi. Tog'a moyam qadami endi. O'sha qadardi. Narsalar. Hammasi qadar. Gamsiz tor narsalar, o'sha qisilish, siqilish. Har kuni o'sha aytganimdek nima qilib, suvga 2 kun solib, yumshatib, keyin qiling, tezda yo'qoladi. Bunaqa olmas shu Bo'ptimi? azot qilgandan keyin bo'ldi. Bo'ldi. Tog'a moyam qadami endi mo tovonimga. Ham qadar. Ha. Boshqa yomon azob bergan. Hamma o'sha hozir turka shu oyog'ingizda bor xolasmi? Ha, oyog'im. Bo'ldi tuzaladi. Hamma joyga qo'yadi. Masajni. Aytyapman 3 kun bilan 5 kun ichida qura olsa qutuladi. Bo'ldi mana shu Momo qaymoqni bargi xolos, a? Momo qaymoqni. Momo qaymoq berasiz, qolgan dorilarni aytib qo'ydim. Ilon po'sti ham. Guli shartmasdan ilon po'stab. Guli bilan barkidan Guli berasiz. bilan hammi. Rahmat tog'a, tan joyingiz sog' bo'lsin. Vaqtimizga doim sog' bo'ling. Bo'ldi, xudo xohlasa. Bir chimda ilon po'sti olib chiqasiz. Juda qimmat dori o'yindi. Uni qarash. Hozir arzimagan narsa bilan insonlarni davolash kerak, ha? Mana masalan bitta odamda pastiyani puchak chiqaradigan bo'ladi. Bilasizmi? Nima chiqadi ekan? Puchak. Yo'q, yo'q. Chiri. Yo'q, uni bilmayman. Yara puchakni Ha, bilmaysizmi? yarami? Yara. Puchak deyiladi. Eling bog'lab, oldin monday bo'lib, keyin monday bo'lib ketadi. Shuna. Bundaqa narsalarni doktorga borsa operatsiya qilmasa bo'lmaydi diyor. Buni operatsiya qilishadi. Biz bunday qilmaymiz. Biz ashi o'rikka tayyorlab beramiz. Shu hozirgi aytgan nimamizda. Ilonni postini tolqon qilib qo'yamiz. Ha. 3 ta yo 2 ta beramiz. Shundan ertadan bir kechqurun bir bittadan yeb qo'yadi. O'rikka tayyorlab beramiz. O'rikni yanagini olib ichiga solamiz. U bir chimdim xolos. Shu bilan ikkinchi bunaqa narsa badandan chiqmaydi. Ilon qanaqa ilon? Nomi nima u ilonni? Ha? Ilonning nomi nima? Ilon. Ilondimi? Bo'laveradi, terisi. Qanaqa ilon bo'lsa ham bo'laveradi? Qanaqa bo'lsa bo'laveradi. Ha. Ha, bir kun yo'q. Bir bemor kelib qoldi, iloji yo'q. Endi aytib bola borini. Hozir men topib kelaman dedi. Ajoyib qora kelgan dedi, aytgandi, oltariqqa deydi. O'shalarda bo'ladi deydi. Voy ishanasim olib kelibdi, ilonni po'sti mana shuncha, mana shunday tanga. Iloji yo'q, o'shandan qilib berdigina kelgan. Terisimi? Terisi, po'st tashagan. Uni qara. Ha, po'st tashaganimi haligi? Ha, po'st tashagan. Ha, men o'zini terisimi Yo'q, debman. Ha. po'st tashaydi. Ha. Endi bir kun Qo'qonda nimasi kelib qoldi, bozor kuni. Mana uni qarang. 3 yildan beri 90 picha chiqaveradi deydi. Boraveraman doktorga yorib tozalashadi deydi, yorib tozalashadi deydi. Bir vaqtda haligi odam telefonda ko'rib qoldi deydi, keldim deydi. O'lchashma yo'lda o'sha dorimiz qolmaganda. Hozir ertaga kelasiz, ertaga topib qo'yamiz bu dorini endi. Dedim, ne bo'pti dedi. Meni ertasiga kelishiga 3 ta tayyorlab qo'ydim. 3 ta tayyorlab qo'ydim. Mana qarang, necha yil bo'lyapti. Ha, turpan qilib turadi. Chiqyaptimi desam, yo'q hozir, bitta ham chiqmaydi-da. Men ham qarab turibman, chiqib qolamankan dedi. Chiqmaydi dedi. Uni ko'ryapsiz. Tog'ayni o'limi lavi yonlaydi. Lavi yonlaydi. Nimadan tog'a?
Unga dorimiz bor. Stomatit. Yoshligidan labi yo'q. Ha, stomatit kasalligi. Mulklarda ham bo'ladi. Tilda ham bo'ladi u kasal. Stomatit diyor. Hozir mana 31ga keldi, haligacha yollayapti. Ha, hozir dorisini beradi. Necha tog'a? Doriga. Mana o'g'limni mashinaga bunchalik bir narsa chiqqandek, mana bu yelkaga. Haliga endi mashincha bo'lib ketdi-da, u nima? Oqma. Yo'q, qizil go'shtga o'xshagan. Qizilmi? Ma yelkada mashincha bo'lib ketdi. Ha. U nimadan? Kattalashib ketyapti. Kattalashyapti. Olib kelasiz, ko'rib turib, ichini tozalaydigan qilamiz. Xo'p. İçini tozalamasa bu bolani bo'lmaydi. Qurt bor. Bolada. Mana aytib beraman. Necha yoshda deysiz? 31 yosh. 31ga keldi, tamam. 31ga kirdim. Ha. O'sha bolani bunday qarab yotsalaring, og'zidan nettamdan turishiga suv oqib qoladi. Jo'rab yotadi. O'sha bolalariga aytadi. Tishini g'achillatib yotadi. Asabiy. Asabiy. Sal narsaga dollardanmikin, so'mdanmikin achig'i kelib ketaveradi. Tushundingizmi? Ana qarang. Ha. Ichi qatadi bolani. Yoshligida Qabziyat zapor deydi. Ichi qatishdan kelib chiqadi bu kasallik. Tushundingizmi? Buni oldini tezroq olish kerak. Ichini ravon qilib buzib beramiz. Ichini ravon kunda bir marta yuradigan qilish kerak. Bu bolangiz meni fikrimcha 2 kunda bir marta, 3 kunda bir marta katta hojatga zo'r o'tar ekan. Tushundingiz? Ana shunday qilamiz. Bolasi yaxshi tomonga o'tadi. Ko'rib turib, bitta yarasini dori-darmon belgilaymiz. Bo'ptimi? O'zini olib kelamiz ekan. O'zini olib kelsangiz, ko'rmasdan Tushunarli. taxmin ish qilib bo'lmaydi-da. Bo'ptimi? Ana shunday qilamiz. Xudo xolasi yaxshi.